albatta. Mana qanaqa joyga keldik? Bu Ambar onamizning maqbaralarini yonida o'tiribmiz. Ambar onamiz 13-asrda yashaganlar, Xorazmlik bo'lganlar. Birinchi turmush o'rtog'i Hakim ota bo'lgan. Hakim ota shu Qoraqalpog'istonlik bo'lganlar. Hakim ota hozir kunda ziyoratgohlari ham bor. Zangi bobomizning ustozlari bo'lganlar, tariqat, Yasaviyat tariqat bo'yicha va o'z navbatda Ahmad Yasaviy hazratlarining shogirdlari bo'lganlar. Ambar onamiz birinchi o'qishga turmushga chiqqanlar. O'qishdan 3 nafar o'g'il farzand ko'rganlar va uchala o'g'il farzandlari ham Yasaviyat tariqatining namoyandalari bo'lib tarixda qolgan. Ya'ni Hakim ota vafotidan keyin u kishining vasiyatlariga binoan Zangi bobomizga ikkinchi marotaba turmushga chiqqanlar. Shu tariqa bu kishi Toshkentga kelganlar. Yonida yana bitta qabr bor. U esa Hakim otaning onalari, ya'ni bu kishining birinchi qaynonalari Qorasoch ona ham bu yerda yotibdi. Qorasoch ona o'sha qaynona kelin munosabatlari juda yaxshi bo'lgan. Bu kishi ham bir-birlaridan ajramaganlarda bu kishi ham kelib mana shu yerda qo'nim topib yashab qolganlar. Ichida ikkita qabr bor. Endi tarixda ikkita avliyoga Ambar onamiz ikkita avliyoga xizmat qilgan maqomi martaba Go'zal momo bo'lgan deydilar, eshitganmiz. qaysi? Qambarning momomizda. Qanday momo bo'lgan? Go'zal bo'lgan ekan. Ha, chiroyli bo'lgan Ambar ona. Endi ismlar Rayhona bo'lgan aslida, keyin Ambar ona deb turib taxalluslar o'sha xalq tilida Ambar ona bo'lib ketgan. Ya'ni nima? Muvattar ona, ya'ni xushbo'y ona degan ma'noda. Qisqacha ta'riflash o'g'lingiz. Alloh taolo niyatlaringni qabul qilsin. Va alaykum assalom. Kelingizlar, men Qur'on tilovat bo'lsa, qilib boramiz. Hozir kelganimizda Qur'on tilovat qilib Qozog'istondamizmi mehmonlar? menga berarsan. Ha, Qozog'iston qayerda? Buxorodami? Ha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وعلوا برب ربهم يعلمون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mazlar avliyolardan biri qadar Hazreti Zeynep va Ambar va sizlarning duoda savoldan maqomlarni ota-onadan o'zi hijrat bor. Barcha umrlarga yetkazishni tariqasini shoyistaygan oxirat qilayotgan ziyoratlar ikki dunyo saodiga yetkazib farzandlar. Allohu akbar taqabbal. Amin. Alloh. Kirishni ko'ramiz.